qachon farzandli bo'lolmasam kerak. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Menga qarang. Kechasi yana urushdinglarmi? Yo'q oyijon, hammasi joyida. Yuzingizdan ko'rinib turibdi-ku. Nega yashirasiz? Oyijon, ozgina mazam bo'lmayapti. Boring, nonushtan tayyorlang. Xo'p bo'ladi oyijon. Keling. Qo'ying. Rahmat bolam. Menga qarang, eringizni chaqiring, ishidan kech qolmasin. Boring. Xo'p bo'ladi oyijon. Boring, boring. Choy tayyor. Kundan kun mazam bo'lmayapti. O'zi sog' yurgan payting bormi? Shuncha ishlatgan pullarim xatga ketdi. Meni ham o'ylaysanmi o'zi? Hech bo'lmasa oilaviy shifoxonaga olib boring. Adasi. Oldin bola tug'ib ber, keyin adasi deysan. Hoy bola, choyingni ichib ket. Yo'q. Sardor. Kelinimni bunchalik xo'rlavermagin. U ham birovni bolasi. Ertaga farzand ko'rsalaring, shunaqa tarbiya berasanlarmi? Bu keliningiz hech qachon tug'maydi. Nima deding? Nechun faryodlarim ko'kka yetmadi. Yomon yorni yer ham yutib ketmadi. Sevgimning uvoli tutib ketmadi. Endi ishonmayman yolg'onlarga. Bevafo ekan yor, bevafo ekan yor, bevafo ekan yor, bevafo ekan yor, bevafo. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom onasi. Qalaysan? Yaxshi, adasi kelgunimcha dori olib keling, tomog'im og'rib qoldi. Bo'ldi, aptekadan olib olaman. Xo'p, rahmat. Xo'p, o'zing ehtiyot qil. Xo'p. Ha, tinchlikmi? Xotin muzda yetishib qo'yibdi. O'shanga aptekadan dori olishim kerak edi.
Dori. Shu xotin degani kasal bo'lar ekan-da. Hech sog' yurmasanglar. Nima deganing bu? Xotin kishi erkak kishiga omonat bo'ladi. Omonatga xiyonat erkakning ishi emas. Buni savol-javob og'ir bo'ladi, ukam. Malika? Malika! Oyi! Malika. Voy sho'rim qizim, Sardor bolam, tez ko'rik chaqirgin. Tez chaqir. Voy sho'rim qizim. Ko'rik chaqir, tez bo'l bolam. Sardor, meni eshityapsanmi? Tinchlikmi, Sardor? Assalomu alaykum. Bugun vaqtli kelibsizmi? Tinchlikmi? Tuzukmisan? Meni kechir. Tez kiyinib chiq, doktorga boramiz.